Assalamu alaikum. Qarindoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun azroq o'rtoqlashib qo'yaylik. Men yaqindan beri bir din paranga chiqdi o'tirga. Allohda menga bir nechisi bu videoni evatib qo'ygandan keyin ko'rib chiqdim. Ananki bu kishininki hamda yosh bola ekan. Menimcha bizdan xeyli yosh. Bu balanınki videosunu ko'rgandan keyin bu balanınki ismini kirgizib baxtım to'rga. Ya bir Fushichu bilan yoki Wei Jingsheng bilan ya Xitoy demokratiyachilar bilan tushgan rasm bormisam, undaqmi emas ekan. Beshida hamda bu bir o'yin degan tarafdan bo'ldim. Undan keyin buni tillash, anandikini har xil haqoratlash degandeklar bo'lganligini qarab bir xil afsuslandim. Shunda afsuslandim. Buni anasi Xitoy, dadasi Xitoy degan gaplar chiqqandi. Anasi Xitoylar o'qoqning o'ttirsida o'ltirib yurgan chaqda hech kim zuvan chiqarmagan insonlar to'satdilar buni shundaq tillab, haqoratlab qildi-da. Andan keyin yana jiq ishlarni ko'rdim endi. Ko'rib bugun yana birisining bir yozmasini evatib qo'yibdi ko'rib ikki qiz so'zlab qo'yay dedim. Jiqlari voy bu Norvegiyadagi sizmi qanday qaraysiz, sizmi gap qilsangiz bo'ldi deganlarga javob bermagandim. Bu mening ishim emas deb qo'ygandim. Hozircha fikrimni bildirmayman deb, hozir fikrimni bildiraman. Men bunda o'ylayman. Biz islom davlatida turmaymiz. Shaxsan men islom davlatida turmayman. Analikin Norvegiya turg'unimiz bilan hech qanday bir diniy e'tiqodimizga ta'sir etadigan bir ishlarnikidan uchrab baxmadim. Mayli u kitobni ko'ydirish, u bu deganlari xalqning shaxsiy ishi, u vaqtida biz menda bir ish bo'pti debli qo'yamiz, ammo biz uning qatnashmagandan keyin yoki hukumat ya bir Norvegiyaning podshosi ya stat ministr chiqib bir nima demagandan keyin uning bilan u bir shaxsiy fikr erkinligi, shaxsiy qilmishi deb turib bilaman. U kitobni ko'ydirilgani bilan hech qanday bir masjidlar itilib ketgani yo'q. Shuning uchun undaq narsalarga hech qanday bir diniy jihatdagi bir narsalarga qat'iy aralashmayman. Fikr erkinligi degan narsaga mushu Yevropaga kelgandan keyin eng his qilganim fikr erkinligining qanchalik bir muhim o'rinda turganligini men shunday his qildim. Demokratiya degan narsa fikr erkinligi degan gap. Bir davlatda har xil ovozlar bor. Menimcha Yevropada yashayotganlar hammanglar bilasizlar. Bir davlatda har xil ovozlar bor. Har xil guruhdagi odamlar yashaydi. Masalan, bir uchi mundaqkan, bu ayol emaskan, mundaqkan, andaqkan deganlarga deyman. Biz kichik chaqlardimi vatanda mushtarak bir tug'ilib qolgan yoki har xil odamlar bor, uni kamsitish, haqoratlash, har xil ishlar bo'ldi. Biz undaq odam bo'lmasaqli bo'ldi, o'zimizning yo'liga mangamiz, ammo xalqni uncha valla 70 pushtin chuvib turib haqoratlashimizning hojati yo'q deb qarayman. Hozirmi bu o'zining fikrini o'tirib qo'yibdi. U ya bir tashkilotning bir nimasi emaskan, ya bir Dünya Uyg'ur qurultayida bir vazifa olmabdi. Dünya Uyg'ur qurultayida beshin degan paxmovash betimchi qo'lini manda qilib o'ltirdiganlar bor faslarda. Hech kim hech nima demagan, buni degan voy ajoyib haqoratladi. Ko'rib turdim. Ammo u o'zininki fikrini o'tirib qo'ygan bo'lsa, sen qoyil qilsa, u vatanni sotmagandan keyin, vatanni sotganlarga ega chiqmaganlar to'satdan ashunda qilibdi. Biz agarda Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, davlat qurishda eng asosiy narsa nima? Fikr erkinligi. Sen o'xshamagan fikrlarni qabul qila olsang, shuningga qoyil qilalik javobni bera olsang, u vaqtida sen nochi davlatni tutib turish, anadikin har xil odamlarni qo'ynimizga elish degan narsalar bu oldingi sharti. Xitoy balkim buni ashunda maqsadlik soldi deydi. Doyingda so'zlabdi, doyingda so'zlaganida men bir videoga
yollab qo'yibdi. O videoning mazmunida hamma kitobni burmalagan debdi. Undan birli kitap emas. Xi Jinping degan shu hamma dinga qarshi turyapti-ku. Bir islomga emas, butun dinga qarshi turayotgan Xi Jinping doyingda buni ajab qo'yib etibdi. Dedim, sizlar hajab boyqayolabsizlar, boyqapli nayt sistemlik radiya qaytiribsizlar, sistemlik bir ishlarni qilibsizlar debmi o'ylayli, ha? Undaqmi o'ylayli? Ajab boyqayolabdimi deyli. Anandikin bu o'zi tinmay o'zining fikrini o'tirib qo'yibdi. Onandikin kuchaytirayotganlar kimlar? Onandikin buni bu ot uchib qolmasin deb teg'imi ulg'aytirayotganlar kimlar? U ko'ngli ayan odamlarningki. Agar shundoq deb o'ylasaqmi, agar u o'zining fikri degan bo'lsaqchi, har bir davlatda o'xshamagan partiyalar bor. Ba'zilari A guruhidagilarni qo'llaydi, ba'zilari M guruhidagilarni qo'llaydi. Bizning hozir yerlik hukumatningki saylan bo'layotgan vaqtlar. O'xshamagan mazmunlarga qarab turib biz partiyalarnikiga qaysining bilet tashlashni shu vaqtda qaror qilamiz. Sizlar o'ylab beqinglar, bir davlatda har xil ovozlar bo'lsa, u vaqtda biz Xitoyga o'xshab qolmagan bo'lamiz. Onun fikrini nerede kalısı ötmepti? Cevap berelisan, o vaqtida nochi. Davanın içige xotini Xitoy, mındaqlarni o'ltag'iz qo'yib, onisi Xitoy o'ltag'iz qo'yib, to'satdan bir shaxsiy ovoz chiqarsa, uni degan, vay, tillab ketdinglar. Shuningga qarab, bir yerden chiqayotgan bir ishlar bor ekan deb turib o'yladim. Bugun atdiganda menga yana birsi ivat qo'yibdi. Amerika Uyg'ur birlashmasininki sobiq raisininki yozmasini. Voy devatdim. Anadiki men chiqib so'zlab qo'ysam bo'g'dak dedim. Men dinchi emas, lekin e'tiqodim islom. Hech kimga dinni tashviq qilmayman, o'zimga yetgidekli bilaman. Bo'ldi. Lekin meninki o boshqa dindikilarni meninkiga kir, meninkini aning nim qil deb turib deydigan unda ishimmi yo'q. O meninki nima xizmat doiramdiki yoki meninki majburiyatimmi emas. Vatan deb chiqadiganlar oz bo'lgan bilan manda vaqti degan voy 500 dan nam bahirlab manchidan yurak verdiganlar jiqlab ketibdi degan chaqda dedim. Bu bir yerden çıkıvatıdı. Yoki buningdan paylandı. Bunun bir olsa, bununki sözüdün başkalar paylandı. Oşun teşviqat qatarida işletdi. Xuddi nimini kelme şehadet kelimesi degan chiqqan chaqda voy yey tasqaganti zodi o'lmalar birligi o'lib olay deb qolganti. Obdan bilisizlar. Jimjit bo'lib ketdi. Har qanday ishlar jimjit bo'lib ketalaydi. Vatan deb chiqsa tillanadi, mustaqil bo'layli desa tillanadi, zuvani ichiga kirib ketadiganlar video ishlab mushini tillab o'ltag'icha o'ylab baqa vijdoningni manda tutib baq. Sen demokratiya davlatda yashayotsa, demokratiya degan nima? Fikr erkinligini qo'g'day olsang demokratiya bo'ladi. Fikr erkinligi degan nima? Qarab baq. To'g'rini mi so'zlab baqsin, xatoni mi so'zlab baqsin, vaqti kelgan to'g'risini haq qabul qiladi, xatosini shollab etadi shu. Xolos. Zuvaning tinmay so'zlashyapsa, yezishyapsa, og'amchidek bir narsalarni. Xitoy degan nima bo'lyapti? Qarab baq iqtisodining cho'kishini, Yaponiyaninki bir nimasini sovutadigan, Onunla kirmey turayım, onun ayrım bir tema işlemek istedim. Yaponiyaga isilib oldi hozir. Yaponiya tetiyalaydigan bir davlatdi. Aşı xalqarada Xitoyga diqqati markazlashgan aman. Vay. Bizning aramizda dadi yo'q betimcha, tuki yo'q narsa kirib turib jidallashalaydigan bir to'plar bor. Ba'zilari uqmay aralashadi. Bishidikilari biladi, jidalni tashlaydi. Anadiki ulg'aytidi. Ot yakıdı. Benzinci içip durup ot yakıdı.
Anandikin nima ish bo'ladi? Qag'ini o'zinglar o'ylanglar. Anandikin qari guruhlarni tepib turib, "Mundaq qilish kerak, undaq qilish kerak" deb ashu eliqi so'z degan bir insonni ashunda davitibsizlar. Agar uqmagan birasi, nayt kallisi oddiylik bilan ashuning cheqilib qo'ydi deydi, hayoting kirib ketadi. Vatan uchun qilalik hayotingni taqdim qilsang bo'ladi, nari tuki yo'q ishlarga emas. Bu demokratiya davlat, qonunliq davlat, o'ziniki har qanday odamning fikr erkinligi bor. Faqat doirasi bor. Doirasidan chetnab ketgan asosda. U gang bizning kitobimizni demabdi. Boshqa kitoblarni mi debdi? Sen o'zimiznikiga esil velib turib qilmaysa, u o'zining ixtiyorligi. Biz kichik chaqlardimi, "Voy, Xudoyim degan kim o? Yomon bo'ldi degan nima?" deydik. Cho'nglar uningga tushuntirish beratdi. Deb qo'limizdan bak o'tib ketmasmi? Deydik kichik vaqtlarimizda. Keyin o'zingiz anandikin javobini topa olasiz, to'g'ri yo'lni topa olasiz, to'g'ri fikrga kelgan chaqda o'zingizning tanlashi bo'yicha ish qilasiz. Lekin boshqalarni biz majburlash bu jihatdan. Unda deding, bunda deding. U o'zining erkinligi. Ayni vaqtida bir kichik vaqtlarimizda, xeyli yosh vaqtlarimizda to'liq o'tirib qotgan vaqtlarimizga deyman. Angliyada bir qatim shundaq bir bizning dinni mundaq qildi dedi. Mundaq bir hajiviy rasm sizildi, u bu degan chaqda shundaq bir ishlar bo'lib ketgan. U bir siyosatga kelib qolgan chaqda bo'ladigan ishlarni biz aralashmay o'ltasak bo'ladi. Anandikin o'zimizning millatimizningki dadi nimiti tuproq davosiga to'g'ri keladigan bir yaxshi bir ishlar bo'layotgan chaqda shuningga ko'ngil bo'lib, shuning bilan bo'lganimiz eng to'g'ri. O'ngtatur nim qilmay, dinga savol qo'yish yoki u bu degan hamma odamningki shaxsiy erkinligi. O'limalar birligi uxlab yetibdi-yu, yana birisi nim qildi. Sana ne ya? Bu sababli o'tir qo'yildi. Ma yenkaganlarning ichida birarlar sakrab qolsa, uxmay o'ltirib, shuning bilan vaqtida Uyg'urning salbiy obrazidan bir chiqsa, shuning bilan voy. Bu millat hech kim bilan chiqishamaydigan, o'zinikiga mushtaq qilayotgan yerda manda bo'pti deb turib, peshonimizga mushtaqli bir tamga besildi, shuning bilan ish tugaydi. Agar aqling bo'lsa, azroqli aqling bo'lsa, mavu kallangda bir umash emas, bir aql. Bize olsun bir nimani tafakkur qildik, bir nimang bo'lsa, bejirim bo'lsang, o'ylab baqsa mening gapimni. Anglab baq. U fushichuni quchig'ida o'ttirgan bir so'magan ekan. Bir yerdan pulavatqini bilmagan ekan aqasing. O'ng tarafdan nim qilib, oxiri kelganda millatningki salbiy obrazi yoritilgan bo'lsa, u vaqtida ashu ibrat olmagan tarix takrorlanaverdi. Takrorlanaverdi. Bizning dinimiz madaniyatimiz bilan zich shug'ullab ketgan bir millat. Eng qisqasi dafnidan tortib, ishko'rlik, toshko'rlik deb bor. Qanday bir millat aslini unutib qolmay o'ltirib, sirtdan azroq olsun bir narsa yuqsin, anadaki biz ko'zlagan maqsadimizga yeta olamiz. Her qandaq yilda jidal kalendari din jidili toza ulg'ayanmagan chaqda paytimidek yezildigan bir nimalar o'ttiga chiqqanmagan vaqtida bir sabab bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Buni men xoin yana birma demayman. Chunki rost to'g'ri chiqsang, yo fushichuga yoki demokratiyaning cho'ng dadalari va Wei Jingsheng anadaki yana bir bilan o'ltagan bir nimasi yo'q. Sening ba? Yoki bir avtonom rayonning birasining boshlig'ining tuquni emas-da, o'ma. Shuningga mana bir qarab yiqib, aqlimizni azroq ishlasak javob topa olamiz. Har holda cho'shqini yeb cho'ngmagan ekan biz. Cho'shqininki aqli bilan yashamay, azroq o'sma aqlimizni ishlataylik. Odat qilib ishlatmagani cho'shqiga o'xshatadi-ku. Biz unda bo'lmayli deb o'ylasak, aqlimizni azroq ishlataylik. Hamma odam o'zining fikrini o'tirg'i chiqarsa, o'zining ishi u. Anglamasa, fikring agar qo'shilmasa, ma'rab turib anglab o'tirg'i chiqirib turib tillab oltamay. Rahmat sizlarga.